Assalomu alaykum. Boshlang'ich geometriya kitobimizni 9-betini birgalikda yechib chiqamiz. Demak, boshladik. Ushbu misoldan AOB va SOD to'g'ri chiziqlar. AOBga e'tiboringizni qarating mana. AOB desam doim mana bunday AO keyin Bga kelib, mana shu to'g'ri chiziqda tasavvur qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shu AOB. Keyin SOD deganda SOD. Mana shuni. Shular. To'g'ri chiziqlar A, O, E burchagida so'ralgan. Bu degani mana bu burchak bo'ladi. Bu burchakda qanday topamiz? Bu bilan bu to'g'ri chiziq bo'lganligi uchun mana bu burchakka vertikal hisoblanadi. Mana shu burchak. Ya'ni jami. Buni 90'ida tenglama tuzib olamiz. X qo'shilgan 90 teng 135 ga. X teng 45 ga. So'ralgan burchak 45 ligi ma'lum bo'ldi. Keyingisi AOB to'g'ri chiziq deyilgan. AOBga e'tiboringizni qarating. Mana bu misolda. Keyin AOS 50 degan. AOS mana burchak 50 degan. Bizdan SOD burchak to'g'ri burchak deydigan mana. Bizdan bu bilan buni qiymatini so'raydi. Yana nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz mana bu burchakni topib olamiz. Bu burchakni topadigan bo'lsak, 90 dan 50 ni ayiramiz. 40 gradusga teng bo'ladi bu. Bet ma'lum. Bu to'g'ri chiziqligidan 40 ga qo'shsa E ni teng bo'ladi 180 ga. 40 qo'shilgan E teng bo'ladi 180 gradus. E teng 140 gradus. E teng 140 gradus. Endi qiymati chiqdi. Endi bizga F kerak. Fni topish uchun nima qilamiz? Yana bu to'g'ri chiziq. Mana bu to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziqda bitta chiziq kesib o'tyapti. Bitta burchagi 50, bitta burchagi F bo'lyapti. Yana tenglama tuzib olamiz. 50 qo'shilgan F teng 180. Shu yerdan Fni topadigan bo'lsak, 130 gradusga teng bo'ladi. F teng 130 gradus bo'ldi. Ikkalasi ham topildi demak. Keyingi misolimiz. Ushbu misolga e'tiborimizni qaratamiz. AOE teng ekan. AO keyin E. Shu burchak teng ekan. Buni X desam AOS ga. AO keyin S. Mana shu burchak ham demak X bo'lar ekan. Bular bir-biriga teng. Buni to'g'ri chiziq degan. AOB ni. Mana AOB ni tutashtirib to'g'ri chiziq hosil qilsak, to'g'ri pastki tomondan qaraganimizda u bitta burchakka ajrayapti, keyin yana bitta burchakka ajratyapti. Mana undan keyin. Shuning uchun tenglama tuziladi bu yerda. 120 qo'shilgan X teng 180 ga. X teng shu yerdan 60 ligi ma'lum bo'ladi. Bunga 60, bunga ham 60 deb yozsa bo'ladi. Endi bizdan so'ralgan burchak mana bu yer burchak. Mana bu burchak so'ragan. Demak, bu tarafdan qaraymiz. Bu to'g'ri chiziqqa bu tarafdan qarasa, shu burchaklar hammasi ichi bo'lishi kerak. 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu 90, to'rt burchak bo'lsa 90. Tenglama tuzib olamiz. Y qo'shilgan
90 qo'shilgan 60 teng bo'ladi 180 ga. Shu yerdan y topadigan bo'lsak 30 ma'lum bo'ladi. So'ralgan burchak 30 ma'lum bo'ldi. Hop. Yuqoridan misol yechamiz. Bu burchak topish kerak. So'ralgan burchakni x deb olamiz. Mana nuqta atrofidagi burchak necha gradusga teng edi? Nuqta atrofidagi burchak 360 gradusga teng. Tenglamani tuzib olamiz. X qo'shilgan 60 qo'shilgan 45 qo'shilgan 90 teng 360 gradusga. X topamiz bu yerdan 165 ga teng bo'ladi. Mana shu x qiymati 165 ga teng bo'ldi. Keyingi misolimiz yana AOS burchagi teng ekan BOS burchakka. Bu teng. Mana shu teng. Mana shu jamisiga. Jamisini ham x deymiz. Birinchi tengini tuzamiz. Nuqta atrofidagi burchak 360 ga teng ekan. X qo'shilgan x qo'shilgan 110 teng 360 gradus. 2x teng 360 dan 110 dersa 250. 250 ni 2 bo'lamiz. 125 gradusga teng bo'ladi. Ana x'imiz chiqdi. AOS burchagi bilan BOD burchagini topdikda. AOS burchagi chiqdi bizda. Ya'ni bu burchak 125 gradus. Bu burchakni topishimiz kerak ekan. Bu uchun buni boshida nima degan? To'rt chiziq degan. To'rt chiziqligini aytmagan ekan. AOda to'rt chiziq degan ekan. Bu to'rt chiziq bo'lsa, bu to'rt chiziqni ikkinchi bir to'rt chiziq kesib o'tyapti-da. Bitta burchagiga 110, bitta burchagiga y misol. Shuni tenglamani tuzib olamiz. 110 qo'shilgan y teng 180. Buradan y topib qo'yamiz. 70 gradusga teng. So'ralgan ikkala burchakni ham topdik. Bu 70 gradusga teng. Va oxirgisi bunga o'xshash bir misolni ko'rdik. Endi yana bir ko'radigan bo'lsak. Xo'p. Yaxshilab e'tibor bering. Yuqorida shartini o'qimadim, cho'zib ketib qolmasin deb. Mana bu burchak. Mana shu burchak. Mana shu burchak ko'rdingiz-a? Necha gradus? 120 gradus deb bergan. Shartida ham yozgan shu burchak 120 bo'lgandan keyin bu tarafdagi burchagi necha bo'ladi? 180 ga to'ldirish uchun bu yerdagi burchak 60 gradus bo'ladi. Endi kengash mana shu burchak nechaga teng? Shu burchak 140 ga. Demak, bu yog'i qancha qoldi? Mana shu kichkina joyi 40 qoldi. Ana endi o'rtada so'ralgan mana bu burchakda x desak, tenglama tuzamiz. 40 betgacha bundan bag'iga mana shu yergacha 40. Bundan bag'iga x va mana bu burchak x bo'lgandan keyin o'z-o'zidan mana bu burchak ham x bo'ladi. Ikkovi bir xil bo'ladi. Yana boshqatdan tushuntiraman. 40 bet x betdan betgacha, keyin betdan betgacha necha topdik? Ana endi men 60 bo'lgandan keyin bet ham 60 bo'ladi. 40 qo'shilgan x qo'shilgan 60 teng bo'ladi nechaga? 180 ga. X'imiz teng shundan 80 gradus tashkil qiladi. Mana shunday qilib ishlaymiz.